Assalomu alaykum azizlarim. Anchadan beri reels olmay qo'ygandim. Bilasizlar, o'qishga kirganim sababli hammasi hozir 1 oydan beri kanikuliga chiqqanman. Shu arada esa sizlarga o'zimni yaxshi ko'rgan, sevib iste'mol qiladigan, hammaga birdek yoqadigan cheescake bilan bo'lishib boraman. Cheesecake'imiz uchun avvalambor Oreo pechenlardan foydalanamiz. Oreo pechenlarni maydalagichga maydalab 50 gram yog' solamiz, ya'ni slichniy yog' solib aralashtiramiz va qolipga solib videoda ko'rsatilgandek stakanda tekslab olamiz. Uni esa 10 minut morozilkaga qo'yamiz. Bu arada esa qaymog'imizni ko'pirtirib olamiz. Qaymog'imiz yumshoq, yengil ko'pik bo'lib ko'piradi. Bu arada esa xona haroratidagi tvorojniy sirimizni bir zivalkada aylantirib olamiz va oq shokoladimizni eritib, cheesecake'imizga ichida massasini ichiga ketadigan tvorojniy sirni ichiga qo'shamiz va tezda aralashtiramiz. Yengil, tez aralashtirib olib, ustidan qaymoqni solamiz. Ko'pirtirib olgan qaymog'imizni solib, yana zivalkada aralashtirib olamiz. Bir xil massa hosil bo'ldi. Endi esa jelatinimizni oldindan yutib qo'ygandik. Jelatinimizni mikrovolnovkada yoki vodanoy banya suvda eritib olib qo'shib yuboramiz. Tezlik bilan aralashtiramiz buni. Qarabsizki, massamiz tayyor. Tayyor massamizga Oreo pechenlarining 6 ta yo 7 ta donasini bo'laklarga bo'lib, massamizga aralashtirib boramiz. Xuddi shu tariqa jarayonimiz tugaydi. Endi esa qolipimizni olamiz. Qolipimizni esa massani joylashtiramiz. Massamizni bir tekis qilib tekslab olamiz. Qolipimizni esa 1-2 marta pastga urib olamiz. Ichida havolari chiqib ketadi. Endi esa muzlatishga qo'yib turamiz. Biz esa bu orada 30 gram shokoladni, qaymog'ini iritib, ikkovini eritib, qo'shib va 10 gram sariyog' qo'shib aralashtirib yuboramiz. Gladki, yumshoq shokoladli massamiz tayyor bo'ladi. Buni esa xolodilnikdan olgan cheesecake'imiz ustiga bir tekis qilib qo'yib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek shokoladli massani qo'ydik. Endi esa ustiga bezaklar uchun tvorojniy sirdan 100 gram, 30 gram qaymoq va 20 gram saxarli pudra aralashtirib zivalkada ko'pirtirib olamiz. Qattiq massa hosil bo'ldi. Bu massaga esa 2 dona Oreo pechenisini maydalab blenderda qo'shib yuboramiz va aralashtiramiz. Massamizni esa qolipga joylash uchun salofan paketga solib chiqamiz. O'zingiz xohlagan uyingizda bor qoliplardan foydalansangiz bo'ladi. Men yulduzchali nasatkadan foydalandim. Endi esa cheesecake'imizni ustiga nasatka yordamida gullarimizni chiqarib olamiz. Xohishga ko'ra gullarimizni chiqarib olamizda. Keyin Oreo pechenlarni men o'rtasidan bo'ldim. Katta qo'ysa qo'pol bo'lib ketadi. O'rtasidan bo'lib gullarning arasiga qo'yib chiqdim. Bezatish xohishingizga bog'liq. Mana ko'rib turganingizdek, cheesecake'imiz tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Menga esa like, podpiska bosib qo'ying. Sizga yana ham o'zim chiroyli bo'lgan retseptlar bilan tez va oson chiqadigan mazali bo'lgan retseptlar bilan bo'lishib boraman. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshilikda ko'rishguncha.